Mahalla rais qilibdi lekin shetib. Shu ahvolga. Bunday sal boshimiz. Shu darajaga keltiribdi lekin mahalla rais. Mahalla raisi urib dabdalasini chiqargan u opamizni. Qizini ham quvlagan, telefonni olib qo'ymoqchi bo'lgan, lekin video telefonda qolib ketgan. Bu opa nimaga bunday holatda yotibdi? Hozir sizlarga to'liq batafsil tushuntirib o'taman. Holat yana Qashqadaryo viloyatida bo'lib o'tgan. Bu videomiz srochno bo'lyapti, shuning uchun to'g'ri video olyapman. Bizga murojaat kelib tushdi. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanidan. Ko'kdala tumani Zum qishlog'ini raisi Abdumo'minov Eshtemur Abduahatovich Ko'kdala tumanida Chiyal Zum qishlog'ida yashovchi Mahmudova Ozoda Boymatovnani bosim ostida 3 marta urgan ekan. 15-mart kuni urgan va jag'larini yirtib olgan ekan. O'shandan keyin shu 15-mart bo'lsa, bugun 22. Bir haftadan beri ichki ishlarga yozishar ekan, lekin hech qanaqa chora ko'rilmayapti ekan. Shundan keyin biz ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib beraylik deb bizga murojaat qilishgan. O'sha bo'yicha hozir men shu videoni chiqaryapman. Do'stlar, maksimal darajada tarqatinglar. Mahalla raisi urib dabdalasini chiqargan u opamizni. Mahalla rais qilibdi lekin shetib. Shu ahvolga. Bunday sal boshimiz. Shu darajaga keltiribdi lekin mahalla rais. Urib tikilgan 7 ta joyidan, ichkari tarafdan, tashqari tarafdan holsiz yotibdi. Boya osmasi uzildi. Undan keyin qizlari yashirincha videoga olgan. O'sha videolar hammasini hozir to'liq batafsil qo'yib o'taman. O'shandan keyin qizini ham quvlagan, telefonni olib qo'ymoqchi bo'lgan, lekin video telefonda qolib ketgan. Ya bu haram. Nima deyapti bu? 15-mart kuni soat 4larda uyimizga kelib, onamni ko'p marotaba urish natijasida og'zini yirtgan. Shoshilinch больницаga borib, doktorga 7 joydan tiktirgan. Hech kim xabar olgani yo'q. Zum mahalla raisiga chora bormi, yo'qmi deb opani qizlari murojaat qilyapti, do'stlar. Mana shunaqa mahalla raislari ko'payib ketgan hozirda. Ularga chora ko'rilmaganligi uchunmi, juda ko'p shunaqa holatlar bo'ladi. Mahalla raislari xohlagan ishini qilishadi, urib, kaltaklab, o'sha mahallada nima qilsam shu haqqim bor deb o'ylashadimi. Mana shu videoni maksimal darajada tarqatinglar, do'stlar. Xudo xolasa tez orada mana shu videomiz hammaga tarqalib, shu tepadagilarga yetib borib, mahalla raisi tez orada ishdan olinishini biz so'rab qolamiz. Shuning uchun qo'llab-quvvatlaysizlar va maksimal tarqatib berasizlar degan umiddamiz. O'sha ism familiyalarni aytib o'tdim, qaysi qishloqdanligini. Xudo xolasa tezlik bilan yetib boradi tepadagilarga. Qo'llab-quvvatlab, laykni bosib turasizlar va yaqinlarga videoni tarqatasizlar. Xudo xolasa mahalla raisi ishdan olingan videosini ham men qo'yaman tez orada, do'stlar.